alaykum qadrdonlar. Xudo xolasa Farg'ona viloyat Tashlaq tumanidamiz akalar. 8 ta bo'g'oz, bitta qo'chqor akalar. Janovorlar hammasi billa yurgan qo'ylar mana akalar. Ichida akalar bir hafta 10 kun ichida tug'adigan bo'g'ozimiz ham bor, bir 2 oy 3 oyga boradigani ham bor akalar. Xudo xolasa shu baron billa yuribdi akalar. 145 kilo kelgan qo'chqorimiz akalar. Xudo xolasa qiziqqan akalarimiz bo'lsa bemalol telefon qilib chiqaverasizlar. Quloqlari ham 21 janovordi. Mana sog'liq, birinchi tug'ish sog'liq, mana shu orqasida turibdi qo'chqor, mana oldida sog'lig'i turibdi. Janavor quloqlari ham juda chiroyli akalar. Hammasini akalar bir joyga olaman degan akalarimiz bo'lsa, qiziqqan akalarimiz bo'lsa, qo'chqordan tashqari akalar sog'liqlarini o'zini akalar 8 tasini bir joyga akalar 5 milliondan qilib beramiz. Xudo xolasa Samarqandgacha dastlabkamiz bor. Telefon qilib chiqaverasizlar akalar. Xudo xolasa kelishtirib beriladi. Iloji boricha 5 million so'mdan bo'lishi bas, kami ham bor akalar. Qo'chqorga qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib chiqaverasizlar. Qo'chqorni 1,5 ming dollar deyapmiz. Kami bor akalar. 145 kilo vesda. Tijala ves haqiqiy. Mana kishim o'ylanib turibdilar. Yaqin bo'g'oz akalar oqimiz. Akalar bemalol telefon qilib chiqaverasizlar. Xudo xolasa 5 million so'mdan xayrini qilib beramiz. Arashan sog'liqlarimiz akalar. Havasga qo'y qilaman degan akalarimizga. Iloji boricha akalar layklarni ayamaymiz. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Birinchilardan bo'lib ko'rishlik nasib qiladi akalar. Qo'ylarimiz akalar birinchi tug'ish, ikkinchi tug'ish, uchinchi tug'ish qo'ylar akalar. Ichida birinchi tug'ishi ham bor, uchinchi tug'ishi ham bor, ikkinchi tug'ishi ham bor akalar. Akalar iloji boricha layklarni ayamaymiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Birinchilardan bo'lib ko'rishlik nasib qiladi. Ular hamma yo'q joyida janovorlar. Qo'chqor qaraylar janobor. O'ta go'zal. Endi akalar yana bola qo'ylarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Akalar mana yana bola qo'ylarimiz. Buni bolasi qo'chqor tushgan akalar va shu go'zal tushib olgan janavor. Birinchi tug'ish qo'yimiz akalar. Bolasi qo'chqor. Marashanimiz bolasi sog'liq tushgan akalar. Mana uniki qo'chqor tushgan akalar, mana mashinaki qo'chqor. Tayyorlab janavor. Bunisi qo'chqor ichida akalar 3 ta qo'chqor bolali, 2 ta sog'liq bolali bor. Bitta qo'zimiz yetim. Ash qo'zini chiqarib yuboring, yetim qo'zini ichidan. Mana qora qo'zini. Ular akalar 5 ta bolali. Mana qora qo'z. Maşallah. O hayda orası ki. Akalar qo'ylarning ichida bir dona isori bor. Qolgani xudo xolasa ikkitasi, 3 tasi edilbay, bitta arashani bor mana. Bitta arashan, xullas 2 ta arashan, 3 ta edilbay, bitta qora isori yana bolamiz bor aka. Akalar ichida 3 tasiniki so'g'liq, 3 tasiniki qo'chqor akalar, janovorlar. Juda go'zal tushgan bolalari ham. Mana bu sariq ham qo'chqor tushgan ekan. Bunisi ham qo'chqor. 3 ta qo'chqori bor, 3 ta sog'lig'i bor akalar. Sog'liqlarimiz xudo xolasa birinchi tug'ish, ikkinchi tug'ish, ichida eng uzog'i 3-chi tug'ish qo'ylar akalar. Hammasini bir joyga olaman degan qiziqqan akalarimiz bo'lsa, 6 milliondan Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz akalar. Janovorlar. Juda ham chiroyli tushib olgan bolalar akalar. Ishqo'zchilikka qo'y qiladigan.
o'zlarini. Akalar shoshilamiz. Farg'ona viloyat Tashloq tumanidamiz. 6 o'g'ni bir joyga olganga 6 milliondan Samarqandgacha dastlabkamiz bu. Qo'chqorlik qilishini qarang Xitoy. Akalar iloji boricha like'larni ayamaymiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa birinchilardan bo'lib ko'rishni nasib qiladi.